iPhone yoki Samsung kuchlimi? Salom do'stlar, bugun texnologiya olamidagi eng katta bahslardan biriga javob izlaymiz. iPhone kuchlimi yoki Samsung? Dunyo bo'ylab millionlab odamlar aynan shu savol ustida tortishishadi. Kimdir iPhone tezroq va xavfsizroq desa, boshqalar Samsung erkinroq va innovatsionroq deydi. Lekin bugun biz fanboylik qilmaymiz. Faktlar, testlar va real hayotdagi foydalanish tajribasi orqali qaysi telefonni qaysi jihatda ustunligini aniqlaymiz. Demak, biz boshladik. Tashqi ko'rinishga keladigan bo'lsak, iPhone odatda premium materiallar, minimalistik dizayn va bir xil uslub bilan tanilgan. Apple yildan yilga dizaynni keskin o'zgartirmaydi. Samsung esa ko'proq tajriba qiladi. Egiluvchan ekranlar, fold va flip modellari, turli ranglar va innovatsion yechimlar aynan Samsungda ko'proq uchraydi. Bu raundda premium hissiyot va minimalizm, iPhone innovatsiya va xilma-xillik, Samsung natija esa durang. Kamera masalasida esa vaziyat qiziq. iPhone ko'pincha tabiiy ranglar va video tasvir sifati bilan ajralib turadi. Ko'plab blogerlar va kontent yaratuvchilar videolar uchun iPhone'ni tanlashadi. Samsung esa suratlarda yorqin ranglar, kuchli zoom va sun'iy intellekt imkoniyatlari bilan oldinga chiqadi. Agar siz video bloger bo'lsangiz, iPhone ustunroq. Sayohatchi yoki suratga olishni yoqtirsangiz, Samsung kuchli. Bu raundda ham deyarli teng. Endi eng muhim mavzulardan biri unumdorlik. Apple o'zining A seriyali protsessorlarini ishlab chiqaradi va ular ko'pincha benchmark testlarida eng yuqori natijalarni ko'rsatadi. Samsung esa Snapdragon va Exynos prosessorlaridan foydalanadi. Flagman modellari juda kuchli bo'lsa-da, ayrim testlarda iPhone oldinda bo'lishi mumkin. Kundalik foydalanishda esa oddiy foydalanuvchi katta farqni sezmaydi. Lekin maksimal unumdorlik bo'yicha bu raundda iPhone foydasiga. Samsungning yana bir kuchli tomoni tezkor quvvatlash. Ko'plab Samsung flagmanlari iPhone'idan tezroq quvvatlanadi. Ammo Apple apparat va dasturiy ta'minotni mukammal optimallashtirganligi sababli batareya ishlash muddati juda yaxshi natija ko'rsatadi. Shuning uchun hozirgi kunda tezkor zaryad Samsung, energiya samaradorligi Samsung. Bu raundda esa Samsung g'olib. Dasturiy ta'minot, iOS yoki One UI interfeyslari. Bu yerda katta farq paydo bo'ladi. iPhone'da iOS ishlaydi. Tizim sodda, barqaror va uzoq muddatli yangilanishlarga ega. Samsung esa Android asosidagi One UI tizimidan foydalanadi. Bu foydalanuvchiga ko'proq erkinlik beradi. Agar siz soddalik va barqarorlikni istasangiz, iPhone, moslashtirish va erkinlikni xohlasangiz, Samsung. Bu raundda g'olibni aniqlashda siz kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring. Qaysi biri ko'proq kuchliroq? Keling do'stlar, umumiy natijaga qaraymiz. Dizayn durang, kamera durang, tezlik iPhone, batareya Samsung, dasturiy ta'minot sizning ixtiyoringizga qoldirdik do'stlar. Demak, bugungi testda mutlaq g'olib yo'q. Agar siz maksimal optimallashuv, video sifati va egzotizmni istasangiz, iPhone siz uchun. Agar siz innovatsiya, erkinlik, kuchli zoom va turli imkoniyatlarni xohlasangiz, Samsung siz uchun. Aslida eng kuchli telefon sizning ehtiyojingizga mos keladigan telefondir. Sizningcha qaysi biri kuchli? iPhone yoki Samsung? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni unutmang. Bu esa bizni qilayotgan mehnatimizni qo'llab-quvvatlaydi. Keyingi texnologik janglarda ko'rishguncha, xayr.